Qolaversa mana bugun bolalarimiz diniy manbalarni eshitishga harakat qilishadi internetdan. Qaranglar, qani kimni eshityapti? O eshitayotgan odam eshitishi mumkin bo'lgan odammi? O'zbek zabon bo'lib turib gapirayotgan chetga chiqib olib, biz umuman aqidamizga muvofiq kelmaydigan odammi? Bolalarimizni kimni eshitishligini ham ta'minlab beraylik azizlar, ko'zdan kechiraylik. Ibn Shavzob aytadilar, bir o'spirin yigitning sunnat sohibi bo'lgan kishini do'st tutib, undan ilm olayotganligi Allohning ne'matidir deydilar. Sunnatda, o'zini mazhabida, aqidasida shu odamni o'ziga peshvo bilib, shu odamdan din ilmlarini olayaptimi? O'zi uchun keriladigan ma'lumotlarni olayaptimi? Alloh u ne'matni berdi u yigitga deydilar. Amr ibn Qays aytadilar, agar yigitni ahli sunna val jamoa ahli bilan birga o'sib unayotganligini ko'rsang, kelajakda undan yaxshilikni kut. Ya'ni yaxshilarga ergashib, shu aqidada o'sayotgan yigitdan yaxshilikni kuting. Bilaks, ammo uni bid'at ahli bilan o'ralashib, ularga ergashib, ularni eshitib voyaga yetayotganligini ko'rsang, undan umidingni uz. Chunki o'spirin bola birinchi ta'lim olgan e'tiqodida bo'ladi deb bu kishi marhamat qiladilar.